Assalomu alaykum hammaga. Bugun yana bitta zo'r natija egasi bilan biz tanishamiz. Natija egasi emas, erishilgan natijalarni saqlab, yana ustida ishlab kelayotgan qizimiz bilan Assalomu alaykum. Tanishtiring o'zingizni. Assalomu alaykum. Mening ismim Dildora, yoshim 40 da. Toshkent shahridan men 3 nafar farzandim bor. Meni oldin juda ham ko'p kasalliklar qiynardi. Oldin juda ham katta vaznga ega bo'lganman. Sog'ligimda juda ham ko'p muammolar bo'lgan. O'tirsam tura olmasdim. Juda ham vaznim katta edi. Yildan yilga farzandlarni dunyoga keltirib, o'zimga juda ham qaramay qo'ygan edim. Juda ham ko'p diyetalar qilib ko'rganman. Shu diyetalar bilan birgalikda dorilar ichib ko'rganman. Har xil fitneslarga borib ko'rganman, lekin ovqatimga e'tibor bermasdim. Natija olardim, lekin yana qaytadan 2 barobar vazn yig'ib olardim. Shunaqa yurib organizmim bilmadim, stressga solganmanmi, juda ham meni keyin sog'lik tarafdan qiynadi. Oldin просто semib bosgan bo'lsam, keyin sog'ligim qo'shildi, yomonlashdi. Sog'ligim bilan birgalikda o'zim kayfiyatsiz bo'lib qoldim. Oynaga qarasam o'zim yoqmasdim o'zimga, yig'loqi bo'lib qo'ygandim, birov bilan urushib ketardim. Xullas, umuman kayfiyat yo'q bo'lardi. Keyin betga sog'lom turmush tarziga kelib, ustozim bilan ko'rishib, zo'r natijalar olishni boshladim. To'g'ri ovqatlanishni yo'lga qo'yishni boshladim. Nonushtamga e'tibor berishni boshladim va minus 23 kilo vazn tashladim. Bu meni oldingi holatim. 23 kilo vazn tashladim va shu bilan birgalikda to'g'ri ovqatlanishni oilamga olib kirdim. Hozir o'sha vaznimni ozgina saqlab turdim orada, endi yana shuni ustida ishlayapman. Yana hali o'zimni xohlagan vaznimga hali yetmadim. Shuni ustida ishlayapman. Endi qarang, mana to'g'ri ovqatlanish bilan natija oldim va oilamga olib kirdim deyapsiz-ku. Oilaga olib kirganda kimgadir nimadir o'zgarish sezdingizmi? Shu to'g'ri ovqatlanish olib kirdingizmi oilaga? Balanslangan nonushtaga juda ham katta e'tibor berishni boshladik. Mana xo'jayinimlar ham shu narsani tushundilarki, kunimiz ertalabdan boshlanib, demak zavtraqimizga juda ham katta ahamiyat berishimiz kerak ekan. Nonushtamizni to'g'ri qilishni boshladik. Ya'ni oilaviy farzandlarim, xo'jayinim aktivlik boshladilar. Yurishni boshladilar. To'g'ri ishdalar, lekin jismoniy harakat qila olmaylar, lekin birgalikda ikkalamiz nima qila olasiz? Yuramiz. Birga hovlida, ko'chada birga yurishga chiqamiz, shakamellon qilib olamiz. Yana qizim keladi, o'g'lim boshladi u ham. O'g'lim ham 6 kilo vazn tashladi, kichkina o'g'lim. Qizim juda ham xursand. Biz hammamiz balanslashgan nonushtadamiz. Hozir kelinchirganman, kelinimam boshladilar. Yo'qotdimi? Yo'qotdi ularga ham. Juda ham yengil deylar. Ular muvaffaq emasdilar, lekin juda ham yengil deyaptilar, juda ham to'yimli. Shuni yeb ketgan kunim dedilar, darslarda mazza qilib o'tiraman, yaxshi uxlamayman birinchidan, kalam yaxshi ishlaydi. Demak, gap nimada bo'lyapti? To'g'ri qilingan nonushtada bo'lyapti. To'g'ri nonushtani to'g'irlash oqibatida siz vazn tashladingiz, shuncha imkoniyatga ega bo'ldingiz. Endi ko'pchilik o'ylashi mumkin, demak, men ozishim uchun to'g'ri nonushtani to'g'irlashim kerak deb o'ylayotgan odamga. Mana o'g'lim ham 6 kilo vazn tashladi deyapsiz-ku. Demak, faqat ozishni istayotganlar nonushtasini to'g'irlash kerakmi degan joyini to'g'rilab keting. Yo'q, faqatgina ozish uchun emas, umuman sog'lom yashash uchun, sog'lom bo'lish uchun ertangi kunimizda biz sog'lom, hozirgi kunimiz emas, ertangi oxirgi kunlarimiz qanaqa o'tadi? Shu uchun ham biz sog'lom bo'lishimiz uchun ham sog'lom nonushta kerak ekan. Chunki hozirgi yegan nonushtamiz bizani ertangi, indingi kunlarimiz uchun juda ham katta foydali bo'lar ekan. Nimaga aynan nonushta, nimaga kechki ovqat emas, obed emas? Nimaga aynan nonushtaga urg'u berilyapti? Chunki nonushtada bizani o'sha 100 trillion hujayramiz hammasi mana shu oqsilga, kalsiyga, magniyga juda ham muhtoj bo'lar ekan. Och hujayralarimizni biz shunchaki prostoy uglevodlar bilan, juda oddiygina yog'li narsalar bilan to'yintirsak, u bizga xuddi shunaqa kayfiyat, xuddi shunaqa sog'lik beradi. Shuning uchun biz to'g'ri ovqatlanishga, balanslangan nonushtalarga e'tibor berganimizda bizning hayotimiz, kunli ertalabdan boshlangan kunimiz, energiyamiz, ertangi kunimiz xuddi shunga bog'liq bo'lar ekan. Avval qanaqa nonushta qilasiz? Ko'lga kelishingizdan oldin. Yoki nonushta qilardimi deysiz yoki yo'q? Yo'q, qilardim. Nonushta qilardim, lekin juda ham
o'ylab qarasam juda ham просто uglevodlarni ko'p yegan ekanmiz. Masalan, chunki bizning oramizda xuddi shunaqa nonushta qilib bo'lishi mumkin. Nima yerdingiz? Biz hammani ishga jo'natib olib, bemalol o'tirib xotirjam bitta chashka kofeni damlab olib, yana qaymoqli kofe s молоком deydi. Shunaqalarni qilib olib, tuxumlarni jizzalada qovurib, uni ustiga piyozlarni tashlab, yog'li qilib nonlar bilan yeyotganmiz. Nonushta bo'ladi. Bu nonushta edi mana. Ana o'shandan keyin o'zingiz qanaqa his qilardingiz? Ularni yeganingizdan keyin chiqib, zanimatsiya qilarmidingiz? Unaqa qilolmasdim. Qo'llar aylanishga chiqarmidingiz? Nima qilardingiz? Unaqa qilolmasdim. Uni yeganimdan keyin to'g'ri o'sha paytda удовольствие deydimi, juda ham mazza olardim. Rohat olardim, lekin uni просто shunchaki oshqozonim uchunligini men keyin tushundim. Uni yeganimdan keyin men to'g'risi bitta ishga yor bo'lmasdim, chunki ozgina ish qilgandan keyin charchab qolardim, albatta. Suv ichmayman esimga kelmasdi, chunki ovqatimga e'tibor bermas ekanman-da. Keyin ayniqsa kechqurun uxlab turib, ertalab turganimda mana shu anaqa og'zim bemaza bo'lardiki, ertalab nimaga meni og'zim bemaza? Og'zim bemasligi ketqazish uchun ham yana o'sha jizzani qovurib yerdim, chunki masan ketqazadi-ku. Lekin kundan kunga men ham vazn yig'dim, ham sog'ligim yomonlashdi. Уже sog'ligimda gapirmasam bo'ladi, har xil o'zgarishlar bo'lib ketdi. Nonushtani qo'shdik emas, almashtirdik o'rnini. Endi nima o'zgardi almashtirganingizda? Endi juda ham birinchidan yengilman. Birinchi uyqudan turganimda og'zim bemaza emas. Ichi ishlashlari juda ham faoliyati zo'r, juda ham zo'r. Men energiyaga to'ldim. Kechgacha charchamayman, bemalol hamma ishimni qilaman. Oldinda oyog'im deydi-ku. Xuddi shunaqa kechgacha ham o'zimni qaddimni tik tutaman. Kayfiyatimiz zo'r, ko'rib turibsizlar. Kayfiyatimiz zo'r. Oilaviy kayfiyatimiz zo'r. Boshida aytdingiz, men urush qoldim, urushib ketardim dedingiz. O'shanaqamisiz? Yo'q, unaqa emasman. Juda ham qoldi bu narsalar. Farzandlarim ham aytishadi. Oyijon, boring. Siz juda ham o'zgargansiz, zo'r, siz bilan urushmayapsiz deyshadi. Ko'zlari chaqnagan, quvnoq qaynona, quvnoq ona, quvnoq rafiqa bo'lishingizga sabab bu to'g'ri nonushta bo'ldi. To'g'ri nonushta. Biz hammaga tavsiya qilamiz. To'g'ri nonushtani o'rganish uchun, to'g'ri nonushtani qo'llash uchun O'zbekistonda juda ham ko'p klublar bor, borish kerak, o'rganish kerak yoki onlayn formatda o'rganish kerak. Hozir baribir har xil anaqa chiqib ketganda, har xil qaysi kim nimadir muammosini ustida ishlamoqchi bo'lsa, internetga kirsa, bir 20 ta 30 ta kerak bo'lsa 100 ta variant beriladi. Qaysini qilib ko'ring? Qaysini qilib ko'ring? Odamlar sarson bo'lib qoldi. Uni qilib ko'rsa ham to'g'ridek, buni qilib ko'rsa ham to'g'ridek, hammasi vaqtinchalik. Lekin mana bular ham ortiqcha vazn uzoq yillardan beri bo'lgani uchun har xil usullarni qo'llab ko'rgan inson, mana xuddi shuna 18 yil davomida semizlik bilan kurashganim uchun biz har xil usullarni qo'llab ko'rib, tajriba o'tkazib ko'rganmiz va eng to'g'risi, eng keraklisi, eng muhimi mana shu hozir biz o'rganayotgan to'g'ri nonushta dasturi shu programma to'g'riligini biz amin bo'lganimiz sababi buni ustida kimlar ishlaydi? Dunyo bo'yicha birinchi o'rinda turadigan doktorlar, professorlar. Mana O'zbekiston bo'yicha bizda ekspertimiz Gulbahor Eshonxo'jayeva. Ular haqida menimcha o'zbeklar bilishadi. Aytmoqchimanki, 6 yil davomida mana men ham amin bo'lib keldim, mana shu o'rganayotganimiz va xalqqa o'rgatayotganimiz eng to'g'risi. Chunki insonni organizmimizga nima kerak emas, hozir nima zarur, qancha berish kerak va o'sha kerakli elementlar yetkazib berilganda qanaqa darajada o'zini his qiladi. Mana misol, avvalgi holatda qanaqa edilar-da? Xo'mraygan, zo'rg'a ko'zini ochib turgan ayolda yosh katta ko'rinadi. Ay mana endi qanaqa? Deb farq bu prosta nonushtamizni to'g'rilaganimiz, bu bitta usulni qo'llaganimiz. Endi men hozir bu nonushta turini o'rgandim, mana shu turmush tarzini o'rgandim deb qilayotganimni oilamga shuni olib kira olamanmi, yo'qmi? Mana shu yerda biz yechim topsak bo'ladi. Men shuni bolalarimga qo'llasam bo'ladimi, turmush o'rtog'imga qo'llasam bo'ladimi? Yo'q, ularga to'g'ri kelmaydi degan bo'lsa, demak bu emas. Bu noto'g'ri. Oilamga olib kira oladigan usulim bo'ladigan bo'lsa, bu to'g'ri. Chunki to'g'ri nonushta hammaga to'g'ri kelishi kerak. Vazn tashlaydimi, tashlamaydimi, bolami, boshqami? Demak, biz o'rgangan va o'rgatayotgan to'g'ri nonushta dasturi, to'g'ri turmush tarzi dasturi bu oilaga to'g'ri kelyaptimi, xalqqa to'g'ri keladimi? Demak, bu to'g'ri. Sizlar biz shuni tavsiya qila olamiz. To'g'risini olamiz, qo'llaymiz, oilaga olib kiramiz. O'shanda bu holatdan bu holatga o'tamiz. Yechim nonushtada.
Shunaqa. Endi o'zingizlarning savolinglar, fikringlar, mulohazanglar bo'lsa yozib qoldiringlar. Keyingi mavzuyimiz va keyingi bizani natija egasi bundan ham super bo'ladi. Xudo xolasa bundan ham super bo'ladi. Kutib qolinglar. Ko'rishguncha sizga rahmat. Biz xayrlashamiz. Demak, xayr qilsak bo'ladi.